Sochlarimizni ochartiramiz. Eng trendda bo'lgan rangda hamyonbop ekler kraskamizni chiqaramiz. Birinchi bo'lib sochimizni 5 ga bo'lib olamiz. Blonddan 5 qoshiq, oksiddan 10 qoshiq solib, 1 ga 2 nisbatda qilib aralashtirib olamiz. Sochimizni orqa qismidan boshlaymiz. Xuddi shu uslubda sochlarimizni olib, nachos berib, kraskamizni surishni boshlaymiz. Yarim soat 40 daqiqa ushlaymiz va yuvib tashlaymiz. 706 kraskamizni ikkita sashesini solamiz. Unga 1 va 555 kraskamizdan ikkalasidan ham 2 sm dan qo'shib, ozgina shampuyn solib, kraskalarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Kraskamizni sochimizda 10-15 daqiqa ushlaymiz. Natijamiz yoqdimi?